hikoyadagi kecha xalqi xili rostga qilgan bolalarjimi? Kechqurunlar xayrlik bo'lsin. Men bugun sizlarga 3 hikoya so'zlab beray. Buning birinchisini so'zlab bergan To'rdashning cho'ng dadasining yosh vaqtlarida yuz bergan ishga bu. U vaqtlarda cho'ng dadasining oilasi yog'ochchi oilasiga. Shunga bu cho'ng dadasi kichkidan tortib o'qishga qat'iy qiziqmag'achqa dadasiga ergishib yurib, yog'ochchilikni o'rganibdi. 20 necha yoshlarga kirgan vaqtda endi qo'li xili hunarga pishib, o'z oldiga bir ishlarni qila oladigan, işte bir ustam bo'lib qopti. Bir kuni dadasi bu balani endi qo'shni yezidagi biraylarning uyga yog'ochchilik qilib avatibdi-da. Degandan keyin qilib yarim kecha soat 12:20 birlar bo'lib ketgan vaqtda aran bu ishni tugatibdi. Shuning bilan bu uy egasining qo'nib qiling deyishiga qaramasdan eshigini minib, yana o'zining uyiga qarab minibdi. O kuni kechasi shunchalik bir qorong'uga osmonga oymi chiqmagankan, lekin ma ot, eshak qatorliq hayvonotlarning ko'zi ma kechida xil yaxshi ko'radigan boshqa eshakka ishinib bilan qo'yib turibdi. Shunda mong endi bu ikki kanatning o'ttirsida bir qabristonlikdan o'tadigan bir yo'l bor ekan. Shu yo'lning o'ttirsiga kelgan vaqtda eshak chippida to'xtab ya oldiga ya keyniga mongolmay, mush putlari dirildab titrab, halsirab ketibdi-da. Nemish bo'lganda chub qarab boqay deb turishiga keynidan muzdek bir shamol kelgandekli qipti. Bu balaning put qo'llari qetishib qopti. Shu vaqtda o'zining hamda pokiz bo'lmagan bir narsaga uchrab qolganligini his qilibdi. Qandoq qilaman deb ichida shunda qo'rqib tursa, endi ko'zini midirilta oladi emasmi? Shu asnoda ko'zi o'zining do'lisiga tushib qopti. Bu do'lisidan qop-qor bir tutamchosh yerga sangilab tug'udek. Shuning bilan birga quloq tubida xuddi o'nkirning ichidan chiqayotgandek shunda shunda qo'rqinchli bir ovoz, "Sen bizning so'rinimizni buzivetding" deb voqagan bir ovoz quloq tubida anglabdi-da. Beliq ovozning qo'rqinchligi, endi bu odamsiz bir qabristonlikning o'ttirisida quloq tubida buni ovoz anglas qo'rqidi-da. Shuning bilan bu bola endi qo'rqinch bir nimani ko'rib qolmay deb ko'zini ching'idi yumg'inicha ichida bir nimalarni deb naqshlarni aytib beliq narsani tillashga boshlabdi. Bu orliqda nima bo'lgan, bundoq barmoqlarini midirlasa bir qo'li midirabdi-da. Shuning bilan darhollam yonchuqidan kichik-pichiqini chiqaribla, do'lisidan sangulab tushgan chochni shartda kesib yonchuqiga tiqibapti. Shu asnoda shunchalik chiqroq bir ovoz atrofni bir opdi. Bu ovozdan cho'chib ketgan eshak xuddi otdek chepib qo'yibdi-da, shunchalik tez yugurib uyga birdamda kelib bo'pti. Ertasi kechdan boshlab bu qo'rqinchli narsa kunda kechda bu bolani izlab keldi, jijimni bervasdang deb. Tunji kuni iliq qabristonlikning yanida atrofda qop-qorong'i bo'lg'achqa iliq narsaning chiroyini bek aniq ko'mabdi. Uning ustiga u narsami bu bolaning keynidan kelib quloqning tugiga chaplashib turib, chochlarini sangiltib unda qilgan ekan, chiroyini aniq ko'mabdi. Ikkinchi kun izlab kelgan vaqtda anadikin haqiqiy aniq ko'ribdi. Bo'yturqi amni normal bir odamlardek bor ekan. 1.60 atrofida keldi. Ondan keyin chiroyi iskeletning chiroyiga o'xshaydi deb o'yladim men tasvirlab berishidan. Ikki ko'zning o'rni kama, ondan keyin burnini xuddi tuvdan kesib etgandeklam deydi. Ondan keyin uzun tishlari og'izdan sirtqa chiqib turdi ekan. U alvastim uda bir necha kun shu qo'rqinchli chiroyi buncha ko'rinavergandan keyin bu balma oxir bardoshlik berib bulanmay, "Ma'qul, men sana chechangni berib bitay, lekin mening bir shartim bor, qo'shilamsa" debdi. Endi bu yeri bizning burun anglab boqqan hikoyalarga o'xshaydi-ki, shu mening avlodlarimga chiqilmaysa degan shartni qo'yibdi bu balmo. Maya kelgan vaqtda alvastim deb javob beribdi desanglar, "Men sening avlodlaringga chiqilmayman, bunga men va'da bera olmayman, lekin boshqa odamlarga chiqilmayman deb unga va'da bera olmayman" debdi. Degandan keyin ondan bu bolaning isiga yana bir ish kechgandek bo'lib, "Sizlar unda yo'lning o'ttirsida o'tirib olsanglar, biz insonlar yo sizlarni ko'ramisak, bundan keyin sizlar so'rininglarni yo'lning qirdaroq qilinglar. Undan boshqa yana yaxshi odamlarga chiqilmayman deb va'da bersang, chechangni berma, bo'lmasa o'tqa tashlab ko'ydirib yetma" deb tahdid turibdi-da bu bolma. Shuning bilan u alvastim cho'chibdi-da, "Yo'q, chechimni ko'ydirib yetma, qaytirib ber, ma'qul, men bundan keyin seni avlodlaring va yaxshi odamlarga chiqilmayman" deb va'da berib u chechini ilibapti. Undan keyin rastilla hamdi bu to'rdosh bo'lsin yoki ota-onasi bo'lsin, unda bir qo'rqinchli bir ishlarga yo'l qilib boqmabdi. İkinci hikoya shu to'rdoshning uyidagi bir bolaning beshiga kelgan ishga 2023-yili bular ishkining ma'lum bir yerda do'kon ijodgan vaqtlarga do'konning savdosi xili yaxshi. Shuning bilan bular yurtdan bir shogird bolani akapti-da. Bu shogird bola mushlarning uyida yana bir yotoq uyda yetib qoldi ekan. Bular oshxonachilarga o'xshaydi hamdi. Bir kuni bularning do'konning savdosi shunda yaxshi ketib, sahar soat 7:30 bo'lganda anadikin do'konni taqiyolabdi. Uyga qaytib kelib, endi qattiq orom olaylik deb uxlavotsa, shogird bolaning uyidan endi tarang-turang qilgan ovoz anglabdi. Bu ovozni qiz anglab, yo'ldishini uyg'otibdi-da, u bir narsa tarangshib ketdi, qo'pingay deb. Shu asnoda shogird bola yotgan uydan ustam deb voqagan ovoz anglabdi.
Şunun bilan bu ikisi yugurib bu shogird bolaning uyiga kirsa, eliqi bol deganning qo'rqib, ko'zlari chekchiyib, hasirab hümödep turib ketganka, tarang-turang qilgan bo'lsa, endi bu bolaning ustal chiriqi. Bu uy kunduzmi qat'iy kun tushmaydigan qop-qorong'i bir uy bo'lg'achqa, mush karvatning tubiga ustal chiroq qo'yib qo'yganka. Nim bo'ldi deb so'rsa, u shogird bolaning deyishicha, ko'zi endi uyquga boray degan vaqtida birsi ismini chaqiribdi. Qo'paymi, qo'pmaymi deb ikkilanib, ko'zini ichish xo'shaqmay yetibdi, lekin endi kallasi sagakka. Dal shu asnoda bu bolaning put-qo'llari qiytishib qolgandek bo'lib, meydisini, yuragining usti tarafini ig'ir bir narsa besibapti. Ko'zini ichib qarab boqmoqchi bo'ldi, lekin nimani ko'rib qolaman deb qo'rqib ko'zini ocholmabdi. Ashta qiynalib midirlayolmay yotsa, eliqima yuragini besib olgan narsa asta midrab muzdek yumran bir tuk bolaning hamda yuzini shundoq sipab o'tib ketgandeklik qilibdi. Keynidan shu ustal chirg'i yerga tarang-turang tushib ketibdi. Bu yergacha anglaganlar u mushuk o'xshaydi deb o'ylab qoladi-ku. Ularmi hamda mushuk kirvaga o'xshaydi deb o'ylab yiqibdi, lekin bu aqlga uyg'un emasga. Chunki havo bek issiq bo'lg'achqa bu shogird bola u yotoq uyning eshigini, anakin derizlarini him taqab ko'ngdiyoni ichib yetib yotganka. Nurg'un hikoyalarda chiqidi qilib, ilqi ruh emas, haqiqiy kecha xalqininki badallar ashta tuklik bo'lgan o'xshaydi. Men o'zimning beshiga kelgan bir ishni so'zlab bergandim-ku sizlarga. Ashundaq sop seriq mo'yliq tuklik ashta qo'llarni ko'ratdim deb bergandim-ku. 3-chi hikoyani so'zlab bergan qizning endi tug'ay deb qolgan vaqtlarga oyguni yiqilib qolgan. U vaqtlarda yo'ldoshi atdiganda ish qilmaganda bu qizning ota-onasining uyiga chiqib qo'yib, kechda u yerdan akib elib, shunday qilayotganda uyda yolg'iz qolib bo'lmaydi deb. Endi bu qizning ota-onasining uyimi bularning uyiga xili yaqinka. Bir kun kechda u yo'ldoshi qaytib kelib, bu cho'nglar bilan paranjib o'tirib gap tugmay, yerlik vaqt 10:20lar bo'lib ketibdi. Shu vaqtda bu qiz o'ylabdi endi. Bunda yerim kechada talada yursam bo'lmaydi deganlarni o'ylag'ach yo'ldoshi bilan birga uyga qaytib chiqibdi. Bularning uydagi karvat derazaga choplab qo'yilgan-ka. Bu qiz endi men ravon nafas ap bo'lmaydi ekanman deb derazaning tubida yotadi-ka. Shu yerda bir soban bor-ka. Hamda bu qizning yostiqining ostida ammaydigan lam bir kichik pichoq, lekin qaycha degan narsalar bor ekan. Shu kuni yo'ldoshi mening telefonimni to'kib qolmadi. Men sizning o'rningizda yotay, men sobanga telefonimni to'kib yotqash. Siz mening o'rnimda yetding debdi. Degankin bu qiz mo'ji qo'yilmay ham ma'qul debdi. Bu ikkisi shunda o'rnini almashtirib yetib uzoq o'tmayla yo'ldosh uyquga ketibdi. Bu qizning o'rni almashib ketgan bo'lgandan keyin qat'iy uxlayolmabdi-da. U yoqqa o'rilib, bu yoqqa o'rilib, ashta yotsa, bu jo'ning oyoq tarafidan yo'ldoshi o'ziga qarab shunda sat yejib turgan. Hozir bu miyat uxlayotdi deb o'rilib qarab boqmoqchi bo'ldi, lekin badanni midirlatolmaydi ekanda, lekin ko'zining qarchig'i midirlaydi ekan. Qarsa, heliqi yo'ldoshimi yendi yotgan, bu jo'ning oyoq tarafida yana bir yo'ldosh o'ziga qarab turgan. Veliqma past tarafda o'ziga qarab turgan yo'ldoshiningki, endi bu chosh bosoni bo'lsin va yoki kiyinishi, bo'y turqidan tortib, o'zining yo'ldoshiga o'xshashganda bir jupga. Lekin chiroy ifodasi ajoyib bir endi ta'sirlab bergisiz darajada g'alit ekan. Endi yo yig'layotganini yo kulganini bilgil bo'lmaydigan shunchalik bir qo'rqinchli kulimsiraydi ekanda. Bu qiz uningga qargan sir qo'qqis kelib, oxir bo'lmay ko'zini ching'ida yumib yetibdi. Orliqda yo'ldoshi maqız tarafga o'rilib, qo'li maqızning badaniga teketgan zaman, lekin bu badandan qetishib qolgan holatim bo'shagandek bo'libdi. Shuning bilan bu joni oyoq tapigan bir qarsa, heliq narsa yo'q. Har kuni diqqat qilib, beshiga pichoq qaychilarni qistirib yetib, shu kuni o'rni almashib ketib qolganga, ko'ziga ashta bir narsa ko'rinib ketibdi. Shunga bu hikoyaning eng oxirida bu qiz menga o'xshash oy kuni yiqilib qolgan oyt singillar cho'qim bek diqqat qilmas bo'lmaydi ekan deb bu hikoyasini biz bilan bahramlanibdi. Unda bo'lsa bugungi hikoyani bek kesh yo'llab qoldim. Aybga buyurmanglar, yoqtirgan bo'lsanglar do'stlaringlarga taqdim qo'yishni unutmanglar. Xayr xo'sh.